Eng arzon Vodiy kanalida arzon narxda Gentra mashinasi. Xo'p, mashinamiz 2023-yil 3-paysi avtomat korobka. Mashinamiz umumiy holati yomon emas, turishlari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Xo'p, mashinamiz balon holatlari, balonlari ham o'rtacha holatda, radnoy balonlarda ekan. Mashinamiz salon holatlari, ko'rsangki, salonlari ham yaxshi holatda turibdi. Qimmatli qo'llar taqib qo'yishgan, orqa salonlar, patolonlar, lyuklargacha yaxshi holatda ishlab turgan mashina 2023 tablolarni ham terdirib qo'yishgan ekan, boshqa chiqilib. Qaramen probeydi ekan. Mashinamiz pakanli temir metan gazlari ham bor ekan. Mashinamiz aytganingizdek, kulplarda uni qoshi qirilgan, sizgan chaqa-chuqa joylari ham yo'q, yaxshi holatda turgan mashina. Mashinaning kraskalar keladigan bo'lsak, shu eshigida shuncha tumaloq petno joyi bor ekan. Karnizda petno joyi bor ekan. Ikkita petnosi bor ekan. Qolgan hamma joylari toza ekan. Yana bir qator o'zlari uchun ko'rib, kelib, tekshirtirib olaverasizlar. Mashinamiz umumiy holati yomon emas, haqiqatdan Amerikan ko'p turib farlarni qo'yib qo'yishgan ekan. Bu mashinamizni gen afarimlar, qolgan hujjatlari bo'laveradi. Eng arzon Vodiy kanalida bu mashinamizni $11,700 ga berib olamiz. Ma'lumot uchun mashina Andijonda.